Barchaga hurmatli kuzatuvchilar, navbatdagi kotyorlarimiz tayyor bo'lmoqda. Mana kech bo'lishiga qaramasdan video obzor ishlashga qaror qildik. Mana bu 4 ta 20 kilovat kotyorimiz Amudaryo tumaniga dastlabki bo'lmoqda. Navbatdagi universal aqlli bunkerli kotyorimiz Daryobo'yi Otabekning balxonasiga boradi. Bu kotyorimiz oldindan tayyor turgan kotyor edi. 400 kvadrat ob'yomga qo'yib beramiz, buni xudo xolasa. Dastlabki etib o'zimiz ustalarni topib berib qo'yib bermoqdamiz bu kotyorni. Tushunmovchilik bo'lmasin degan maqsadda bu kotyorimizning KPDsi juda kuchli bo'ladi. Tepaga, pastga, keyin yana tepaga chiqib ketadi. Ventinator, motorlar, miyalar komplektida bo'ladi. Navbatda kotyorlarimizning bir kunlik rasxodini kelsak, ko'p odam rasxodini qiziqadi. Kotyorlarimizning bir kunlik rasxodi 35 kilodan 50 kilogacha. O'zini 30 kilo 25 kilo atrofida ko'mir sig'adi. Uchlik qora yangiliklardan ishlangan. Bu kotyorlarimizning Wong chabi degani bo'ladi. Telefon qilganda murojaat qilib telefon qilasizlar. Kotyorxonangizdan Wong chabi degan yerni o'ylab qo'llashtirib kelasizlar. Kimga shunday kotyorlar, temir eshiklar, darvozalar qiziq bo'lsa, bizning manzil Amudaryo tumani Mang'is shahri, eski paxta zavod ichida. Videolarimiz manfaatli bo'lmasa birdan layklarni bosib qo'ying. Tushunmagan savollarni so'zlarda qoldiring.